Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi bo'laman. Bugungi mavzumiz massa va sig'im o'lchov birliklari. Reja: massa o'lchov birligi haqidagi tasavvurlarni tarkib toptirish. Sig'im o'lchov birligi haqidagi tasavvurlarni tarkib toptirish. Bu o'lchov birligi bilan tanishtirish metodikasi. Massa haqida tasavvurni shakllantirish metodikasida quyidagi bosqichlarni ajratish mumkin. Eng avvalo, bolalarda massa haqida qanday tushuncha borligini aniqlab olish kerak. Buning uchun o'qituvchi shunday vaziyatdan foydalanishi mumkin. Stolda ikkita bir xil rangli va o'lchamli kubikni qo'yish lozim. Ularning birini yog'ochdan, ikkinchisini kartondan yasash mumkin. Ularning tashqi tomondan farqi bo'lmasligi kerak. O'qituvchi bu ikkala kubik bir xil bo'lsa ham ularning o'rtasida farqi borligini tushuntirish kerak. Shunda bolalarda bu farq nimada ekanligiga qiziqish uyg'onadi. Ba'zi bolalar esa kubiklarni yaqindan va hatto ko'tarib ko'rishga harakat qilishadi. Shunda o'qituvchi og'irroq va yengilroq predmetning massasi bilan bog'liq sifati ekanini tushuntiradi. Matematikada og'irroq va yengilroq so'zlari o'rniga ushbu predmetlarning massasi ko'p yoki kam degan iboralar ishlatiladi. So'ng o'qituvchi har bir o'quvchiga massasiga ko'ra bir-biridan farq qiluvchi ikkita kitobni ikki qo'liga olib, ulardan qay biri og'irroq ekanini so'raydi. Javob turlicha bo'lishi mumkin. Shunda o'qituvchi predmetlar massasini qo'lda olib chamalash mushkul ekanligini uqtiradi. Bunday hollarda eng oddiy pallali tarozilardan foydalanish mumkinligini tushuntiriladi. O'qituvchi pallali tarozilarni ko'rsatib, tasvirni namoyish taxtasida chizadi va predmetlar massasini taqqoslash jarayonida undan foydalanish yo'llarini tushuntiradi. Zaruriy tajribaga esa amaliy mashqlar davomida erishiladi. O'qituvchi bolalarga uzunlikni o'lchashda qo'llanilgani kabi massani o'lchash uchun o'lchov birligi zarurligini ma'lum qiladi. Bunday o'lchov birligi sifatida kilogramm qabul qilingan. O'qituvchi 1 kilogramm, 2 kilogramm, 5 kilogrammli tarozi toshlarini namoyish etadi. O'quvchilar toshlarni o'lchash, tortish bo'yicha mashqlarni bajaradilar. Buning oqibatida ular miqdorlar haqida tasavvurni kengaytirish, o'lchov bilan boshqa mavzularni kengroq aniqlash hisob-kitob bo'yicha ko'nikmalarini mustahkamlashtiradilar. Bu maqsadda shunday topshiriq